Obunachilar, Lenovo video registratorlarini sotuvda keldi. Oldi taraf, salonni ichi, orqa tarafini bir varakaga zaps qilib ketaveradi. Men qaysidir qaysidir blogerlarga o'xshab yolg'onchaki emas, haqiqatni olib chiqaman. Wi-Fi qo'yib qo'yibdi. Wi-Fi bironta ham obunachimizga Lenovo registrator ishlatadigan insonga kerak bo'lmaydi. Bunda bor. Nima qilib beradi Wi-Fi? Wi-Fi siz telefoningizga ulaysiz. 15-20 metr 15-20 metr atrofida kamerani zapsini ko'rib tursangiz bo'ladi. 15-20 metrdan keyin uziladi. Yana qaytib mashinaga minganingizdan keyin Wi-Fi uziladi. Yana qayta ulash kerak. Xo'p, original video registrator deb originallikda da'vo qiladiganlar uchun ham aytib o'tadiganimiz bor. iPhone original Amerikaning mahsuloti. Afrika davlatlariga, arab davlatlariga, Dubayga, O'zbekistonga, Indiyaga, Zelandiyaga hamma joyga chiqadigan iPhone brendi ham Xitoyda ishlab chiqariladi. Chunki Xitoyda ishlab chiqarish tartibi Xitoyda ishlab chiqarilishi juda ham arzon bo'ladi. Magicar kurtlarga keladigan bo'lsak, Magicar'da ham Xitoyda chiqariladigani bor, Vyetnamda chiqariladigani bor. Hammasini tushunamiz, bilamiz. Eslatib aytib o'tiramiz. Bizniki original koreyskiy deydiganlarga o'sha gap. Mahsulot ko'rib turibsizlar, do'konni bitta aylantirib do'konimizdagi hamma mahsulot hammasi 80% Xitoy. 80% Xitoy degani bu Xitoy mahsulot Xitoy degani emas. Original mahsulot, lekin Xitoyda ishlab chiqariladi. 20% nima desiz? 10% O'zbekistonda chiqadi. 10% Antradan qanaqasidan olishingizdan qat'iy nazar, Antradar Koreyada ishlab chiqariladi. Bizniki original deydiganlar, qimmatroq pulga sotishni xohlaydiganlar, ular Koreyadan olib kelmaydi, hammasi Xitoydan olib keladi. 450 ming so'm. Bekorga gapirmadim. Bizda 500 ming so'm, 550 ming so'm, 600 ming so'm deydiganlar, originalda o'rtasida 50 ming so'm, 100 ming so'm, 150 ming so'm raznica bo'lmaydi. Birosa mahsulotni arzonroq sotish va qimmatroq sotish bo'ladi. Eslatib o'tamiz, kimga nima mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, dekabrda oxirigacha kuzatib boringlar. Hamma mahsulotlarimizga aksiya berishni boshladik. Lenovo registratorimiz 3 kamera 450 ming so'mdan. Soshavit olishadi.